Do'stlar, bugun biz mehmonga Bahodir Jalolovni yangi ochilgan barber shopiga mehmon keldik. Birinchi bizneslari bo'lyapti. Bahodir aka, assalomu alaykum. Tabriklayman birinchidan. Ikkinchidan, qatdan ideyasi keldi barber shop ochishga? Endi anchadan beri niyat qilib yurardik. Har bir sportchi o'zini shaxsiy restorani yoki shaxsiy barber shopi, o'zini brendini tanitishni xohlaydi yoki brendiga joy ochishni xohlaydi. O'sha niyatimiz bor edi. Alhamdulillah, barber shop birinchisini ochdik. Kirib aylanib chiqamizmi? Necha pul sarmoya kiritdingiz? Bu yoqqa sarmoya joy o'zimniki. Joy o'zimniki. Endi Серьезно, zdaniyami? yo'q, izdan emas, shu tepa ikkinchi etash o'zimniki. O'zingizniki? O'zimniki shaxsiy. O'sha joyga endi to'g'risi aniq hisoblab chiqqanim yo'q endi. Chunki bir sraz bo'lib qolmadi. 1-2 yil davomida bu tayyor bo'ldi-da bu joy. Taxminan 50 ming, 100 ming bormi? 100 mingcha, remontini o'ziga. Remontini o'ziga. Endi bu yoqda remonti bor, keyin kreslo, ketgan jihozlariga shuncha ketdi. Shunga yaqinroq endi tochni hisoblamadik degan. Tushunishim bo'yicha bu biznes center. Bu biznes center. Shotur Rustavelli ko'chasida. Shotur Rustavelli. Center, такой yaxshi lokatsiya. Bu yerda investitsiya qilib sotib olganmiz? Investitsiya qilib sotib olganman. Yaqinimizdan sotib olganman. Sovuq emas, Yo'q, sovuq emas, o'zim sotib olganman. Gap yo'q. Biz sotib olganimizga ancha yil bo'lgan. Yotganda просто. Ana Isroil aka ham so'rash qo'yamiz seni kadrga. Savob yaxshi, charchasan. Ana logotiplari o'zingizlar qildinglarmi deyman, brendinglarni ham? Da, o'zimiz ideya qildik. Cristiano Ronaldo vdохновиться qildingizmi bundan? Yo'q, undan emas, endi o'zimiz. O'zbekistonni Cristianosda o'shaning uchun qilish kerak. Katta aylanib chiqamiz. Bu yerda ishini kim olib boradi endi? Bugunning o'zida mana uchib ketasiz Peterga. O'zimda lichniy barber shopim bor, Anvar degan ukamiz, o'shani o'zi yurg'izadi. Mana bu yigit. Mana. Assalomu alaykum. Siz qatlisiz? Xorazmda. Qatdan taniysiz bularni? Anchadan beri o'zim sochimni oladi shu yigit. Yo'q, gaplashib, ideyasini berdingiz. Mana shunaqa proyekt bo'ldi. Gap yo'q mana. Qatdan topsa bo'ladi deysiz odam mana. Sochlarini olib berib, oxiri ochdik. Gap yo'q. Ko'rsatib chiqasizmi? Ko'rib chiqaylik. Bu 6 kishilik xona, opish zal bu. Necha kvadrat o'zi? 220 dan ko'proq. Oho. Katta joy. Har bittasida balkon. Bu общий zal, a? O'rtachek qanaqa bo'ladi endi o'rtachek? 250-300 ming, a? Bo'ldi, zo'r. Tushunchim bo'yicha mana bu kabinetlar. Oho. Bu 2 kishilik xona endi hali kelgani yo'q. Endi sekin-sekin masterlarni hunariga qarab olyapmiz. Yaxshi masterlar. Yig'ishni boshladinglarmi? Yaxshi boshlangan, kelib o'sha bizni taklimalarni ko'rib chiqamiz, ularni keyin qabul qilamiz. Agar ishlayman deganlar bo'lsa kelsa bo'ladimi? Bo'ladi. Yaxshi barberlar? Albatta. Bo'ldi, Kim do'stlar. yaxshi barber bo'lsa, o'zini ko'rsatadigan barber bo'lsa, kelsa albatta. Shu yerda Instagramini qoldiramiz do'stlar. BJ Barber Shop. Becha barber shop. Kelinglar, mana gaplashinglar. Bu yerda ham mana kabinetlar. Kabinetlar ko'p ekan-a? Kabinetlar ko'proq qilganmiz, bir kishilik, chunki yaxshi masterlar, ustalar har doim bir kishilik xonada bo'lgisi keladi. O'shaning uchun yaxshi masterlar uchun ham alohida kabinkalar qilganmiz. Ularni klientlari ham shunaqa privatniy xonalarni yoqtiradi. O'zingiz ham yoqtirgandingiz. O'sha 2-3tasi to'ldi, bir kishilik xonalarimiz bittami ikkita qoldi. Masterlar bilan. Nechta masterga mo'ljallangan bu endi? 15 ta master bittada. Gap yo'q. Mana bu ham yana kabineti. Nima qiyinchilik bo'ldi endi buni qurayotganingizda? Qanchalik uzoq qurdingiz? Endi 1 yil davomida qurildi, baribir. Qiyinchilik deganda ustalar bilan sal baqir-chaqir. Siz ham baqir-chaqir qildingizmi? Endi ustalar bilan menimcha hamma baqir-chaqir qilsa kerak. Yo'q, endi men o'yladim ki endi baribir. Bar ustalar bilan baribir qaysidir moment ikki karra olimpiya chempioniz boksda endi o'tdi. Ustalar olimpiada chempion bo'lishingizga qaramas ekanda. Qarashib ham muammolar bo'ldi. Da, muammolar bo'ldi. Lekin tugatdi. Bu yoq reception. Bu yoqda ham joyimiz bor. Bu yoq ham отдельно VIP xonalar. Mana ko'raylik. Ikkita VIP xona bu yoqda. VIP qimmatroqmi endi? Yo'q, endi yo'q, unaqa qimmat emas. Baribir opishiga qaraganda, nimaga qaraganda faqat qimmatroq bo'ladi. Birinchi VIP xona, hormayli, sog' bo'ling. Yaxshimisiz, charchamasizmi? Yana bitta. Yana bitta VIP xona. Ha, ikkita. Bu yerda ham отдельный VIP xona. Gap yo'q. O'zi Bahodir aka, nechta biznesingiz bor hozir? Yo'q, birinchi biznesim bu mana shu bo'ldi. Birinchi biznes. Birinchi biznes.
boshqa biznesim yo'q unaqa. Pul kelishini kutyapsizmi bu yerdan yo shunda ham bekor Yo, endi yopasizmi? shu ukalarimiz uchun ochaylik aka deb idea bergani uchun shuni ochdik, xudo xolisa. Endi rizq Allohdan, ko'ramiz, mana qanaqa bo'ladi. Jalolov School tushunishim bo'yicha u biznes emas. Yo'q, u biznes emas, shu prezidentimiz olimpiada chempioni bo'lganimga pul berdilar. O'sha joydan endi olimpiada chempionlari, jahon chempionlari chiqarsak, o'sha bizga baxt, boshqa narsa u yerdan kutmaymiz. Prezidentdan bordilar, ko'rdik. Ochilishiga prezidentimiz o'zlari keldilar. Bahodir aka tushunishim bo'yicha taku yopiq ochilish qildingiz. Tushunishim bo'yicha yaqinlaringiz Faqat chiqardingiz. yaqinlar, o'rtoqlar chaqirdi. Isroil aka ham shu yerda edilar, shu Madrimov, to'g'rimi? Qisqa tanishtirib chiqsangiz, kimdan chaqirdingiz? Men unaqa vohima qildim. Shu o'zimiz o'rtoqlar, yaqinlar. Bu Akmal Hasanov va Olimpiada o'yinlarida qirg'izistonlik bokschiga yordam bergan murabbiy. Menimcha butun tri legenda O'zbekiston tanib qoldi. Rostini aytsam, yuzlarini tanimasdim, lekin bu istoriya haqida o'qiganimda mana deb tanishtirib qoldilar, u olish kerak dedim. Gap yo'q, bizani o'zbek mana trener, sborniyda trenersiz-a, tushunishim bo'yicha. Sborniyda trener bo'lib turib, o'sha olimpiadaga qanday tushib qolgansiz? Biz terma jamoalar bilan o'zimizni terma jamoalar bilan olimpiadaga bordik. Olimpiadaga borganimizda endi eng yosh murabbiy men edim. Qaytib kelishim kerak edi bir hafta qolganda olimpiadaga boshlanishiga. Chunki u yoqda joy kam beriladi har bitta olimpiadada. Biz o'zimiz federatsiyamiz yordami bilan, bosh murabbiyimiz yordami bilan men qoldim. O'sha kvartirada, ko'chada yashab, keyin bir kundan keyin arenaga kirdim. Keyin Qirg'iziston bokschilari murabbiyisi bilan yaxshi biz aloqamiz hammamizni. Keyin u kelib bizni ko'rib xursand bo'ldi. Keyin bosh murabbiyimizdan yordam so'radi. Bitta menga yordam berishini meni taklif qildi. Ishladik. Xudoga shukr, mana birinchi jangida kubinsk jahon chempionini yutdi. Ikkinchi jangida amerikalik jahon chempioni juda kuchli raqiblarni yutib, finalda o'zimizning Abdumalik Halakov bilan chiqdi. Finalga chiqmadim. Xudoga shukr, yuzimiz yorug' bo'lib Abdumalik oltin. Halokov Abdumalik oltin medalni oldi. Bu kumush oldi. Tarixda endi Qirg'iziston tarixida bo'lmaganda birinchi marta olimpiada. Eng zo'ri shu Qirg'iziston xalqi ham yengilliklarda yozib, respektlar berib, mana shunaqa o'zbek, qanchalik, короче, shu do'stligimizga yaxshigina vklad qildingiz-da, gap yo'q, bu uchun отдельный respekt. Eng qizig'i, bundan keyin Qirg'izistonni prezidenti chaqiribdi Qirg'izistonga. Nima sovg'a qildilar? Yurtboshimizning oldiga kirganimizda ham aytgandilar, Qirg'izistonga borib kelasiz degandilar. Bu yerda ham prezident bilan ko'rishdik. O'zimizning prezidentimiz. Keyin o'tga ham chaqirishdi. borib, Xudoga shukr, u yoqqa Qirg'iziston prezidenti bilan ko'rishganimda u menga Chingiz Aytmatov medali berdi va Tracker avtomobili sovg'a qilib minnatdorchiligini bildirdi. Biz endi har doim tayyormiz. Любой viloyat davlatga yordam berishga, xudo xolasa. Gap yo'q. Просто do'stlar tarixda qolsin dedim. Akmal akaga отдельный like bosib boringlar. Respekt, отдельный. Bahodir aka tushunishim bo'yicha shu Akmal aka bilan birga bitta shaharda tug'ilgansizlar. Akmal bilan bitta joyda, Surxondaryo, bu Termizda, men Sariyosada tug'ilganmiz. Lekin bu yoqqa kelganimizda biz Chirchiq Olimpiya zaxiralari kollejida birga o'qib, birga tanishib, shu yerda birga boksyor birga boksyor bo'lganmiz. Bu ham yaxshi bokschi bo'lgan, 2 karra O'zbekiston chempioni, master sport, juda yaxshi boksyor bo'lgan, juda mehnatkash boksyor bo'lgan, lekin nima deydi, boksda ham kimnidir yo'li trenerskiy bo'ladi, kimnidir yo'li boks. Bu murabbiylik yo'lini tanladi va hozirda O'zbekistonda mana olimpiya zaxiralari bor, Chilonzorda. U yoqda главный trener va shu O'zbekiston terma jamoasida To'lqin akani shogirdi, yordamchisi. Hozir yordamchi trener bo'lib ishlayapti hozir. O'zbekiston sbornisida. Gap yo'q. Adak birga mana shunaqa yo'linglarni boshlab, birga har doim. Endi o'shanda bilardinglarmi shunaqa bo'lishini, mana siz 2 karra olimpiada? Endi u paytda hech kim o'ylamagan narsalar bo'lib ketadi. Bu ham men chempion bo'laman degan, lekin trenerlikdan yo'l ochilib ketdi. Endi hammada har xil tomon, endi hammasi Allohdan. Zo'r. Nima yangiliklar boks olamida? Xudo xohlasa bugun Sankt-Peterburgga uchib ketyapman, inshaalloh. Borib mashg'ulotlarni boshlaymiz. Dmitriy Bivalda treneri bilan Gennadiy Yurevich. Bu bilan ancha yil oldin ishlaganman. Yana chaqiryapti, xudo xolasa mashg'ulotlarni o'sha yerda davom ettiramiz va iyulda oxirida jang bo'lishi mumkin. Hali tochni vaqti, sanasi, raqib aniq bo'lgani yo'q, lekin kutyapmiz. Menimcha Amerikada bo'ladi. Amerikada jang bo'ladi. Endi bu yog'iga menimcha xudo xolasa yaxshiroq raqib beradi va seriozliroq jang bo'ladi. Siz professional boksga o'tdingiz. Ancha bo'ldi professional boks. Isroil aka ham professional boksga o'tdilar, Murojon aka ham. Bitta shu Hasanboy aka shu Do'smatov qoldilar, по-моему. Hasanboy Do'smatov ham professionalda, ham havaskorda urushaman deyapti. Endi hammani o'zini xohishi nimasi.
Murojaatgani ham tabriklaymiz. Yaqinda yutib keldilar. Albatta. Inoya bilan bo'yi kutamiz. Sentyabrda xudo xolasa Inoya bilan. Hozir Murodjon ham kelish kerak edi. Namanganda safar bo'lib qoldi. Namanganda. Уже kelishib qo'yishdimi Inoya bilan? Kelishib qo'ydilar, sentyabrda jangga Tokioda bo'ladi. Dahshat. Borasizmi? Ha, xudo xolasa niyat qilib boramiz. Olib ketinglar mana ham Tokioga. Bo'ldi, olib ketamiz, xudo xolasa. Nima yengilliklar mana? Yaqinda to'yingiz bo'ldi. Farzandli bo'ldingizmi уже? Yo'q, hali endi. Yo'q, hali. Inshaalloh endi. Planda, xudo xolasa. Sizni tabriklayman. Rahmat. Biz ham bugun mana kecha farzandli bo'ldik. Nima planlar yana? U biznes ochish niyat bormi? Endi xudo xolasa, birinchisi bo'ldi. Endi nasib qilgan bo'lsa sekin balkim restoran ocharmiz. Ne? Planlar bor, a? Planlar bor, xudo xolasa. Hayot o'zgardimi uylangandan keyin? Albatta, uylangandan keyin hayot oldin qanaqa bo'lsa hozir ham shunaqa, lekin ana shu baribir mas'uliyatli bo'lar ekansiz ko'proq. Oilaga vaqt ajratasiz, oila bilan birga bo'lasiz. Mana shu, lekin oilani shunisi yaxshi, baribir erkak kishiga har tomonlama podдержка kerak. Shu tomonlama ham xudoga shukr yaxshi bo'lyapti. Bahodir aka, mana sizlar professionalniy boksga o'tib ketinglar, favoritlar, yangi favoritlar, yoshlar o'syaptimi, ko'ryapsizmi? Qanaqa o'sha kelajak? Juda ham talantli bokschilarimiz bor. Xudo xohlasa Los Angeles 2028-yil Los Anjelesda bo'ladigan Olimpiada Amerikada xudo xohlasa yaxshi natijalarni qo'lga kiritadigan umiddamiz, chunki juda ham talantli bolalar ko'p hozir. O'zbekiston boksi yana ham yuqorilayapti, xudo xohlasa o'sishda davom etyapti. Shu Amerikada bo'ladi-yu. Sal afsuslanib qolmadingizmi? 3-marta Amerikaga borib olish kerak bo'ldi. Endi nasib qilgani, xudo xohlasa. Biz professional tanladik, endi professional urishamiz. Alloh nasib qilgan bo'lsa balkim. Eng qizig'i, men profga o'tgandan keyin qayerdadir gapiruvdi, shu o'tda bo'ylarga 20 million dollar ham, 10 million dollar ham to'lashi mumkin. Rostdanmi? Albatta, chempionlik jangiga og'ir vaznda juda katta to'lashadi. Xudo xolasa. Endi premyerda mana qanaqa gonorar bo'lishi mumkin Amerikadagi bo'yiga? Endi Amerikadagi bo'yiga men chempionlik mana kelayotgan jangimga ham, lekin точно uni bilmaymiz, chunki jangga yaqin qolganda aytish mumkin. Taxminiy 100 mingdan ko'p Ha, 100 ming bo'lishi mumkin. Endi aniq emas hali. Точно endi aytadi. O ishdan o'sha aytganingizdek trenerga. Bar trenerga ketadi, menejersiz ketadi. Endi u yoqda to'lanadigan joylar yarmi qoladi. Shavkat Rahmonov bilan postingizni ko'rdim, rasmlarni shashlikda o'tirganinglarni. Ular o'zbeklarmi shunda? U men bilan bitta joyda tug'ilgan, Surxondaryoning Sho'rchi tumani bor. Men Saroysimon, biz bilan примерно 40 minut 1 soatlik yo'l orasi. O'sha yerda Surxondaryoda tug'ilgan, ancha 20 yoshgacha yoshi katta bo'lguncha o'sha yerda yashagan va Qozog'istonga borib, Qozog'iston nomidan hozir UFC'da jang qiladi. Prosta videolari chiqib ketdi, o'zbekchada gapirib o'tirgan. O'zbekchani yaxshi gapiradi. Yaxshi bola, skromniy, juda yaxshi bola. Kelganda o'tirdik, gaplashdik, tanishdik. O'zimizga o'xshagan jaydari yaxshi bola ekan. Teglari, qarachi O'zbekistonda ekan. Surxondaryolik yaxshi. Gap yo. Bahodir aka, omad tilayman. Bu tanlov qilib, bu perchatkami izohingiz bilan o'ynab olsa bo'ladimi shu izohlanishida? Albatta bo'ladi. Perchatkamiz bor, perchatka beramiz. Kelishsa, o'sha g'olib qanaqadir konkurs qilsanglar, g'olib kelib sochini bemalol oldirib ketsa bo'ladi. Bo'ldi, perchatka bilan strishka bor-da. Ikkita o'rin qo'yamiz ham bittami? Ikkita o'rin bo'lsa, bitta odamga perchatka, bitta odamga strishka bo'lsin, shu yerga kelib full strishka. Bo'ldi, bizdan izoh. Biznes mana endi ochildi, 100 ming dollar sarmoya kiritildi. Necha pul oyga ishlaydi deb o'ylaysizlar? Mana shunaqa mana Sartor barber shop 15 ta masterlik ko'rganinglarda 200 kvadratdan ortiq taxminiy izoh qilib yozganni, eng qiziq yozgan izohni tanlaydilar Bahodir aka o'zlari va shu sovg'ani beradilar. To'g'rimi? Shu video chiqqandan keyin где-то endi 1 oydan keyin shu qaytganlarida Rossiyadan beriladi. Do'stlar, sizlardan like, izohni qo'llab-quvvatlaringlar. Bahodir aka, rahmat. Zborda ham omad, Rahmat sizlarga. Sportda ham omad, biznesda ham omad deganlardek. Sog' bo'ling.